Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan biz yangi guruh yaratishni ko'rib chiqamiz. Demak, yangi guruh yaratish uchun biz yon menyuyimizdan guruhlar bo'limiga o'tib olamiz. Demak, barcha filiallar tanlangan holatda bizda hozir 8 ta guruh bor ekan. Demak, guruh qaysi holatda ko'rinadi? Demak, guruh nomi, demak, o'qituvchisi, qaysi fan, qaysi xonaligi, mana birinchi xonada ekan. Demak, sig'imi jami 12 ta o'quvchi ketadi. Shundan faqatgina 2 dona o'quvchi qo'shilgan bu guruhga. Bu guruhda 9 ta, 4 ta, 3 ta, 9 ta, 8 ta, mana bu guruhda 10 ta, bu guruhda уже 10 bitta sal qolgan to'lishiga buni. Demak, to'lishiga qancha qolganligini ham ko'rsangiz bo'ladi. Demak, jami 8 ta guruhdan 8 talasi ham faol ekan. Xo'p, demak, yangi guruh yaratish uchun biz yangi guruhga bosamiz va demak, bizdan tizim so'rayapti, qaysi filialga ochasiz? Demak, hozir bizni o'quv markazimizda 2 ta filial bor. Demak, man asosiy filialga ochaman. Xo'p, demak, bu yerda to'ldirishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar. Xo'p, birinchisi guruh nomi. Xo'p, man yozishim mumkin ingliz tili. Xo'p, ingliz tili demak sal tushunarliroq bo'lishi uchun mana seshanbalikda nechidan nechagacha? 10 dan 12 gacha qilmaylik. Hozir 7 dan 9 gacha qilaman. Xo'p, 7 dan 9 gacha deylik A2 gruppa. A2 gruppa bo'ldi. Xo'p, guruh holati qaysi holatda? Demak, bir nechta holatda bo'lishi mumkin guruh. Birinchisi qoralama. Demak, qoralama bu siz guruh hali ochilmagan, endi o'quvchilar qo'shilyapti. Shunaqa holatda qoralama qilishingiz mumkin. Agar faol qiladigan bo'lsangiz, bu hozirda davom etayotgan guruh uchun yoki boshlangan guruh uchun. Qoralama holatida guruhdagi o'quvchilarga qarzdorlik yozilmaydi. Agar faol holatda bo'ladigan bo'lsa, guruhga o'quvchi qo'shilsa, albatta ularga to'lov yoziladi. Misol uchun, men faol qilaman, chunki faol qilganimdan keyin bir nechta to'ldiradigan joylar bor. Xo'p, bu yerda aytyaptiki, faol guruh uchun o'qituvchi tanlash majburiy. Demak, bir nechta majburiy narsalar bor faol guruh uchun. Demak, birinchi o'rinda fan tanlash kerak. Xo'p, ikkinchisida o'qituvchi tanlash kerak, uchinchisida xona tanlash kerak va sig'imi, misol uchun deylik 15 ta bola ketadi bu guruhga. Xo'p, to'lovi deylik 500 ming so'm bo'lishligi mumkin. Xo'p, keyingisi hisoblash. Demak, o'quvchilarga qarzdorlik qaysi holatda yoziladi? Demak, 3 ta ko'rinishi bor. Birinchisi, birinchi sanadan birinchi sanagacha. Hop, bu degani, demak, to'lovlar har bir oyi boshidan shu oyi oxirigacha hisoblanadi. Agar guruhga yangi o'quvchi 10-sanadan yoki 15-sanadan keladigan bo'lsa, shu o'quvchiga qo'shiladigan to'lov ham demak shunga yarasha bo'ladi. Misol uchun 500 ming to'lov bo'ladigan bo'lsa, guruhga 15-sanadan qo'shiladigan bo'lsa, demak 250 ming so'm o'quvchiga to'lov qilib yoziladi. Hop, sanadan sanagacha deylik, birinchidan emas, guruh 10-dan shakllandi. Har to'lovlar, demak qarzdorlik o'quvchilarga 10-sanadan keyingi oyi 10-sanasigacha hisoblanadi. Hop, dars bor. Bu shu guruhda bir oy ichida nechta dars bor, nechta dars, shu har bir darsi puli qancha bo'ladi, shunga qarab hisoblanadi. Ko'pincha ko'p o'quv markazlarida demak birinchi sanadan bo'ladi, demak hisob-kitobda. Demak, qaysi oy uchun deylik, men shu oy uchun kiritib turaman. Deylik, mana 8-oy. Birinchi kundan deylik 1 oylik guruh yoki 2 oylik guruh bo'lishligi mumkin. Hop, soatini ertalabki 7 dan 9 gacha qilib qo'yaman. Chunki hozir agar men buni deylik 10 dan 12 gacha qiladigan bo'lsam, hozir bu seshanba, payshanba, shanba kuni xatolik berish kerak. Chunki mana Shavkatjon Mirzavaliev shanba kuni deyapti, 10 dan 12 oralig'ida band deyapti, ingliz tili Kids guruhida. Agar siz tanlamoqchi bo'lgan o'qituvchi avval boshqa guruhda shu paytda darsi bo'ladigan bo'lsa,
Tanlolmaysiz, chunki band bo'lib qoladi. Bitta o'qituvchi ikkita guruhga dars o'tmaydi. Shuning uchun bu hozir man testovoy qilib ochyapman. Man buni ertalabki 7 ga kiritib qo'yaman, qabul qilishligi uchun. 9gacha bo'sh bo'lishi kerak. Hop, mana guruh yaratildi. Demak, guruh yaratildi. Holati faol. Hozircha a'zolari yo'q. Oylik to'lovi 500 ming so'm. Boshlangan sana 1-sanadan. Hali davomatlar qilinmagan. Demak, o'quvchi qo'shish uchun biz, demak, mana bu yerdan o'quvchi qo'shishga bosamiz. Mana bu xohlagan o'quvchilarimizni tanlab yoki qidirib o'quvchilarni qo'shsak bo'ladi. Demak, to'lovlarimiz mana birinchidan qiladigan bo'lsak, avtomatik bizga to'lov hisoblab beradi. Yoki boshqa sanadan deylik, bu bola 10-dan qo'shildi. 10-dan qo'shilsa, demak, taxriban 346 ming so'm bo'larkan. Buni o'zimiz qo'lda tahrirlab qo'yishimiz ham mumkin. Agar birinchidan qo'shiladigan bo'lsa, demak, mana bunaqa 500 ming bo'ladi. Hozir men bu bolani qo'shishim bilan, Zabihullohni qo'shishim bilan bu o'quvchiga 500 ming so'm, demak, qarzdorligi yoziladi. Chunki, guruhimiz faol, qoralama emas. Guruh guruhga keyinchalik o'zgartirish mumkin. Mana guruh ma'lumotlarini tahrirlashdan bu yerdan o'qish to'xtatganlarni ko'rish mumkin. Dars jadvali. Demak, dars jadvali mana, demak, 15-sanada 7da, 18da, 20da, 22da, demak, barcha dars sanalarini avtomatik hisoblaydi. Demak, oxirgi darslar endi hali darslar bo'lmagan. Guruh davomati. Demak, hali 0 so'm bu guruhdan. Umumiy qarzdorlar, to'laganlar ham qarzdorligi ham 0 so'm. Hop, guruh tarixi. Demak, guruh tarixi nimaga kerak? Guruh tarixi, birorta o'quvchi guruhdan chiqarilgan bo'lishligi mumkin yoki qaysidir o'quvchi guruhga qo'shilgan bo'lishi mumkin. Keyinchalik qanaqadir muammolarga duch kelinadigan bo'lsa, to'lovlar bilan yoki o'quvchilar bilan bemalol guruh tarixidan ko'rib olish mumkin. Aslida qanaqa vaziyat bo'lganligini. Guruhlar bilan ishlash shu. Demak, guruh yaratilgandan keyin avtomatik davomat ham hisoblanadi, davomat ham paydo bo'ladi. Buguncha shu.